Duaksızlar. Hayırlı soyut. Amin. 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 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ehdina ve veffikna ila hakkı ve ila tariqin mustakim. Bi bereketil Kur'an-ı azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Ey Allah, ulug' Parvardigarimiz, şu dolqun qarindishimizning mukofot elish sababidan va shu munosabat bilan Erkin akamizning urlashtirgan bu ziyofatini huzuringda qabul qilgaysan. Erkin akamizga barakat, oilasiga barakat ato qilgaysan. Va bu lazzatli yemeklarni hazırlab chiqqan bizning Reyhan va Rahim qarindoshlarimizga kuch-quvvat va texmo sodasida texmo bereket atar. Amin. Allah ulug' Parvardigarimiz şu dolqun qarindishimizning olgan mukofotini o'ziga, oilasiga va butun millatimizga va butun dunyoda izlayotgan musulmonlar uchun xayrli qilgin. Amin. Va bundan keyin texmi yaxshi mukofotlarni olishga, texmi yuqori mukofotlarni olishga nasib qilgin. Amin. Va undan uchun hammamizning orzu qilayotgan, hamma musulmonlarning o'rtaq orzusi bo'lgan mukofotlarning eng cho'ngi bo'lgan bu dunyodagi o'lgandan keyin kiradigan jannatdan iborat eng oliy mukofotni hammamizga nasib qilsin. Amin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Elhamdülillahi'llezî et'amena ve sakana ve cealna minel muslimin. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Sizlerge beynallahı rahmet. Bizim şu Reyhan Gülü'ne rahmet. Allah razı olsun. Sizler bombagan bolsanız bu ziyafetin bombaydı. Başka bir yerde kılıç mecburiyeti onun meclisi olmaydı. Kendime özara şiraylık oldu. Bundan bu oldu. Endisi, bundan kısa bir deysler, Fok için yanmış rüştü versek, ondan keyin şiraylık oturup sohbet kısak. Hemimiz birlikte kılaydık.